Assalomu alaykum, xormanglar. Softsiyaremda yangi funksiya qo'shilgan. Bu ketgan o'quvchilar hisoboti. Hisobotlar bo'limiga o'tib, ketgan o'quvchilar hisoboti bo'limini mana shu joydan ko'rsangiz va foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda birinchi o'rinda albatta vaqtlar bo'yicha filtr qilsangiz bo'ladi. Masalan, oxirgi 3 oyda, oxirgi 6 oyda yoki joriy oyda va albatta sanalar bilan filtr qilsangiz bo'ladi. Filiallar bo'yicha va kurslaringiz bo'yicha hamda o'qituvchilar bo'yicha bu yerda filtr qilib, umumiy ma'lumotlarni ko'rsangiz bo'ladi. Albatta birinchida ketish koeffitsiyenti, ya'ni sizda 100% o'quvchilaringizni 100% deb olsak, undan 75% oxirgi 3 oyda kursingizni tark etgan o'quv markazingizni bu yerda soni va siz o'sha ketgan o'quvchilar orqali qancha daromadingizni yo'qotdingiz. Mana shu summa hisob kitobi bu yerda turadi. Keyingisi o'rtacha umr, sizda bitta o'quvchi qancha vaqt kursingizda o'qishda davom etyapti. Mana shu ma'lumot ko'rinib turadi. Ketish dinamikasi esa bu o'sha kunlar bo'yicha qaysi kunda nechta o'quvchi sizni guruhingizda o'quv markazingizni tark etgani. Asosiy ketish sabablari esa bu yerda ko'rsatiladi. Masalan, natija bo'yicha bo'lishi mumkin, dars jadvali to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin, yoki narx, yoki o'qituvchi, yoki joylashuv lokatsiyangiz to'g'ri kelmagan bo'lsa, mana shu joyda hammasining sababi ko'rinib turadi. Asosiy ketish sabablari sizda agar bu yerda yo'q bo'lsa, o'zingiz buni qo'shib olsangiz bo'ladi. Sabablarni sozlash joyida mana shu yerda asosiy sabablarni belgilab olsangiz bo'ladi. Yangi qo'shishni mana shu joyda nomini yozib, qo'shish qilib qo'shib olsangiz bo'ladi. Administratriz esa o'quvchini ketayotganini, masalan, mana shu o'quvchi guruhni tark etyapti deylik. Guruhdan chiqarishni bosganda administrator bu yoqda albatta nima uchun sababini, ketish sababini belgilaydi. Belgilagandan keyin qo'shimcha izoh yozib qo'yadi va e'tibor qilsangiz bo'ladi, yulduzchada turibdi. Ya'ni yozish majburiy. Ana o'shanda sizda mana bu yerda asosiy ketish sabablari to'g'ri shakllanadi. Keyingisi bu sabablarni chuqur tahlil qilish. Sabablarni chuqur tahlil qilish deganda, masalan, kurs bo'yicha sizda qaysi kursingizda ko'proq o'quvchi ketyapti oxirgi 3 oy ichida. O'qituvchi bo'yicha bo'lishi mumkin. Qaysi o'qituvchida o'quvchilar ketib qolyapti va aynan o'sha o'qituvchi bilan demak muammo bor, siz ular bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Keyingisi filial bo'yicha, qaysi filialingizda ko'p bo'lsa filialingiz, bu yerda hammasi ko'rinib turadi. Statusi bo'yicha, ya'ni holati o'quvchilarni, yangi, eski o'quvchilar, sabab bo'yicha. Mana shunaqa qilib bu yerda chuqur tahlilni olib borishingiz mumkin. Keyingisi bu guruh o'zgarishi, ya'ni ichki migratsiya. Bu yerda sizda oxirgi 3 oyda nechta o'quvchingiz guruhini o'zgartirgan, demak 4 tasi o'zgartiribdi. Guruh o'zgargandan keyin nechtasi ketgan. Mana shu 4 ta o'quvchini 100% deb olsak, uni 25%, ya'ni bitta o'quvchi guruhni tark etibdi o'zgartirgandan keyin. Endi nima uchun o'quvchilaringiz guruhini almashtiryapti? Sabablari bu yerda ko'rinib turadi. Xuddi o'quvchini guruhdan chiqarishga o'xshab, boshqa guruhga o'tkazayotganda ham sabablarini administrator belgilash kerak bo'ladi va o'sha asosida mana shu jadvalimiz, mana shu grafikamiz shakllanadi. Keyingisi chegirmalar ta'siri, ya'ni qaysi o'quvchilaringiz, nechta o'quvchingizda chegirma bo'lgan va ular ketgan. To'g'rirog'i ketgan o'quvchilarning nechtasida chegirma bo'lgan. Bu yoqda ketgan o'quvchilarda chegirma bo'lsa ko'rinadi, bu yerda esa chegirma yo'q bo'lsa, bu qatorda turadi. Va eng oxirida ketgan o'quvchilaringizni umumiy ma'lumotlari turadi. Demak, mana shu orqali, mana shu funksiya orqali siz ketish va guruh o'zgarishini tahlil qilsangiz bo'ladi. Bu orqali siz o'quvchilaringizni o'quv markazida ko'proq ushlab turish, ya'ni ketib qolishini oldini olishingiz mumkin. Sizda qanaqa xavflar bor, o'sha o'quvchilarni ushlab qolish bo'yicha o'sha narsani aniqlashingiz mumkin va albatta bu orqali LTVni ham oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu funksiyani biz yaqinda chiqazdik, albatta foydalanib ko'ring va foydalangandan so'ng o'z fikrlaringizni izohlarda biz bilan bo'lishishni unutmang.